Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga 1 iyuldan 6 yoshdan oshgan pensionerlarga tegishli bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu mavzu har bir xonadonga aloqador. Chunki deyarli har bir oilada ota-onamiz, bobo-buvilarimiz pensiya olayotgan yaqinlarimiz bor. İnternetda pensionerlarga taqiq qo'yildi. 6 yoshdan oshganlar endi bunday qila olmaydi degan gaplar ko'paydi. Men bugun aynan nimaga ruxsat bor? Nimaga ehtiyot bo'lish kerak? Qaysi holatlarda muammo chiqishi mumkinligini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki birgina hujjat yoki birgina noto'g'ri harakat pensiya to'lovida kechikish, qayta tekshiruv yoki ortiqcha yugurga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bu yerda sizga quruq gap emas, amaliy va hayotda kerak bo'ladigan maslahatlarni beraman. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyasini bank kartasi orqali olardi. Ayrimlar naqd shaklida olardi. Ba'zilarining kartasi farzandida, nabirasida yoki boshqa yaqin qarindoshida turardi. Ko'pchilik buni oddiy holat deb bilardi. Otam yurishga qiynaladi. Kartasi menda, men olib kelaman. Onam bankka bora olmaydi, men yechib beraman. Bo'yin telefon ishlata olmaydi. SMS kelganini men ko'raman degan vaziyatlar juda ko'p uchraydi. Lekin 1 iyuldan boshlab tartib kuchaytirilgani haqida gap ketayotganda asosiy e'tibor shunga qaratiladi. Pensiya mablag'i pensionerning o'ziga tegishli. Undan foydalanish esa qonuniy, aniq va tasdiqlangan tartibda bo'lishi kerak. Bu nimani anglatadi? Men buni sodda qilib tushuntiraman. Taqiq deganda hamma pensionerlar uchun bir xil katta cheklov tushirilmasligi kerak. Ya'ni 6 yoshdan oshgan odam pensiya ola olmaydi, kartadan foydalana olmaydi, banka kira olmaydi degan emas. Gap shundaki, pensioner nomidan boshqa shaxs pensiya pulini olishi, kartadan foydalanishi, imzo qo'yishi, ariza yozishi yoki davlat xizmatlaridan foydalanishi uchun huquqiy asos bo'lishi kerak. Agar bunday asos bo'lmasa, muammo tug'ilishi mumkin. Ayniqsa pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa, chet elda bo'lsa, doimiy yashash joyidan boshqa hududda bo'lsa yoki hujjatlari eskirgan bo'lsa, masala yanada jiddiylashadi. O'zgarishning sababi ham tushunarli. Davlat pensionerning pulini himoya qilmoqchi. Amaliyotda shunday holatlar bo'lgan. Pensioner vafot etgan bo'lsa ham, uning kartasidan pul yechib yurilgan. Keksa odamning roziligisiz kartasi olib qo'yilgan. Farzandlar o'rtasida pensiyani kim oladi degan nizo chiqqan. Pensionerning nomidan kredit, to'lov yoki shartnoma rasmiylashtirilgan. Shuning uchun nazorat kuchayganda, bu birinchi navbatda halol pensionerlarga qarshi emas, ularni aldov, bosim va noqonuniy foydalanishdan himoya qilishga qaratilgan bo'ladi. Men birinchi navbatda shuni aytaman, 6 yoshdan oshgan pensionerlar vahimaga tushmasin. Agar siz pensiyangizni o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, kartangiz o'zingizda bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz joyida bo'lsa, bank hisobingiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, siz uchun hech qanday qo'rqinchli holat yo'q. Siz odatdagidek pensiyangizni olasiz. Lekin agar kartangiz boshqa odamda bo'lsa, pulingizni doim boshqa kishi yechib bersa, hujjatlar bilan bog'liq masala aniq bo'lmasa, mana shu joyda ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. O'lim takis yoshli ota pensiyasini har oy 1 million 800 ming so'm oladi. U kishining kartasi o'g'lida turadi. O'g'li har oy bankomatdan pul yechib, otasiga 1 million so'm beradi. Qolganini esa do'riga, kommunalga ishlatdim dedi. Agar ota bunga rozi bo'lsa ham, kelajakda nizo chiqsa, bank yoki ijtimoiy organlar pulni kim yechgan, pensionerning roziligi bormi, ishonchnoma bormi deb tekshirishi mumkin. Agar hech qanday ishonchnoma bo'lmasa, o'g'il men yordam berardim deb aytadi. Ota esa men hammasini olmaganman desa, muammo boshlanadi. Ikkinchi misol. 72 yoshli ona yurishga qiynaladi, banka bora olmaydi. Qizi har oy pensiyasini olib keladi. Bu yerda qiz yomon niyatda bo'lmasligi mumkin, aksincha onasiga yordam berayotgandir. Lekin tartib bo'yicha qizi onasining nomidan rasmiy harakat qilishi uchun ishonchnoma rasmiylashtirgani ma'qul. Agar ona hushyor, sog'lom fikrli va rozilik bera olsa, notarius orqali yoki qonunda ruxsat etilgan tartibda ishonchnoma rasmiylashtirish mumkin. Shunda bank xodimi ham, mahalla ham, pensiya organi ham bu odam nima asosda pul olyapti deb savol berganda javob tayyor bo'ladi. Uchinchi misol. Pensioner ishda, lekin mavsumiy ish sababli boshqa viloyatda yashab turibdi. Pensiyasi Toshkentdagi kartaga tushadi. Kartasi esa uyda turmush o'rtog'ida.
Agar kartadan foydalanish pin kod orqali bo'layotgan bo'lsa ham xavf bor. Chunki karta shaxsiy moliyaviy vosita hisoblanadi. Bank qoidalarida odatda karta egasidan boshqa shaxs foydalanmasligi kerakligi ko'rsatiladi. Amalda ko'pchilik qarindoshlariga kartasini beradi. Lekin muammo chiqqanda bank siz pin kodni o'zingga bergansiz deb javobgarlikni karta egasiga yuklashi mumkin. 4-misol. Pensioner 75 yoshda, telefon raqami eski. Bank SMS xabarlari kelmaydi. Kartadan pul yechilyapti, lekin u qancha pul tushganini ham, qancha qolganini ham bilmaydi. Mana shu eng xavfli holatlardan biri. Chunki pensioner o'z pulini nazorat qilmasa, kimdir undan foydalanish osonlashadi. Shuning uchun men har bir pensionerga yoki uning yaqinlariga aytaman. Kartaga ulangan telefon raqamini tekshiring, SMS xabarini yo'qing. Mobil ilova ishlatilsa, parollarni begonaga bermang. Har oy tushum va chiqimni yozib boring. Eng avvalo, hujjatlari tartibsiz bo'lganlar xavotir olishi kerak. Pasport muddati, ID karta, yashash manzili, bankdagi ma'lumotlar, telefon raqami. Familiya yoki ismdagi xatoliklar tekshirilishi lozim. Ba'zan pensionerning pasportida bitta harf boshqacha yozilgan bo'ladi. Bankdagi ma'lumot boshqa, pensiya jamg'armasidagi ma'lumot yana boshqa. Shunday kichik xatolik ham to'lov kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar. Bu odam farzand, kelin, kuyov, nabira yoki qo'shni bo'lishi mumkin. Agar hammasi halol bo'lsa ham, hujjat bo'lmasa xavf bor. Ayniqsa oilada meros, uy-joy, parvarish, qarz yoki nizo masalalari bo'lsa, pensiya puli bosga aylanib ketadi. Men ko'p ko'rganman, pensioner tirikligida hech kim e'tibor bermaydi. Lekin pul masalasida hamma men qashaganman, men olganman, men sarflaganman deb chiqadi. Hujjat bo'lmasa haqiqatni isbotlash qiyin. 3-guruh chet elga ketgan yoki uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan pensionerlar. Agar pensioner bir necha oy davomida yashash joyida bo'lmasa, ayrim holatlarda uning tirikligi, yashash manzili, pensiya olish huquqi, boshqa davlatdan to'lov olayotgani kabi masalalar tekshirilishi mumkin. Bunday vaziyatda oldindan tegishli organlarga murojaat qilish, kerakli ma'lumotlarni yangilash, ishonchnoma masalasini hal qilish kerak. 4-guruh nogironligi, kasalligi yoki yoshi sabab o'zi harakat qila olmaydiganlar. Bu insonlar eng ko'p himoyaga muhtoj. Ularning nomidan har qanday moliyaviy harakat faqat rozilik, ishonchnoma yoki qonuniy vakillik asosida bo'lishi kerak. Agar odam muomalaga layoqatli bo'lsa, ya'ni o'z qarorini tushunib bera olsa, ishonchnoma rasmiylashtiradi. Agar odam o'z qarorini anglay olmaydigan darajada og'ir ahvolda bo'lsa, bu boshqa tartib, vasiylik va homiylik organlari ishtirokida hal qilinadigan masala. Agar siz pensiyangizni o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, pin kodni hech kimga bermasangiz, har oy to'lovni tekshirib tursangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, xavotirga asos yo'q. 60 yoshdan oshgan bo'lishning o'zi taqiq degani emas. Yoshi katta insonning huquqlari kamaymaydi. Aksincha, pensiya, imtiyoz, tibbiy yordam, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash kabi huquqlar saqlanadi. Shuningdek, farzand ota-onasiga yordam bera olmaydi degani ham emas. Albatta, yordam beradi. Dorisini olib beradi, kommunal to'lovni to'laydi, bankka birga boradi, ariza yozishda ko'maklashadi. Faqat bitta muhim farq bor. Yordam boshqa. Pensioner nomidan mustaqil moliyaviy qaror qilish boshqa. Agar ota-onangiz yoningizda turib, o'zi kartadan pul yechsa, siz unga yordam bersangiz, bu boshqa. Agar karta sizda yurib, siz mustaqil pul yesangiz, bu boshqa masalalar. Endi men ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchisi, ishonchnoma hamma muammoni avtomatik hal qilib yubormaydi. Ishonchnomada aynan qanday vakolat berilgani yozilishi kerak. Masalan, pensiya pulini olish, bank hisob varag'idan mablag' yechish, ariza berish, ma'lumotni olish kabi vakolatlar aniq ko'rsatilgani yaxshi. Agar ishonchnomada umumiy gaplar yozilgan bo'lsa, bank yoki tashkilot uni qabul qilmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat ishonchnomaning muddati. Ko'pchilik bir marta rasmiylashtirdim bo'ldi deb o'ylaydi. Muddati tugagan ishonchnoma bilan pul olishga urinish muammo keltiradi. Shuningdek, ishonchnoma bergan pensioner vafot etsa, ishonchnoma o'z kuchini yo'qotadi. Bunday holatda kartadan pul yechish mumkin emas. Bu juda jiddiy masala. Dafn marosimiga kerak edi. Oila xarajatiga oldik degan gaplar keyinchalik huquqiy muammoga aylanishi mumkin. Bunday vaziyatda meros, dafn puli, ijtimoiy yordam bo'yicha alohida tartiblar bor. 3-nozik jihat bank kartasi va pin kod.
karta egasi pin kodni boshqa odamga bersa, bank ko'pincha xavfsizlik uchun javobgarlikni karta egasining o'ziga yuklaydi. Demak, pul yo'qolsa, men o'g'limga bergandim, nabiram bilardi. Qo'shnim yechib berardi, deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l pensionerning o'zi imkon qadar nazoratda bo'lishi, yordamchi esa faqat qonuniy asosda yordam berishi. 4-chi nozik jihat. Naqd pul va karta o'rtasidagi farq. Ba'zi pensionerlar men kartani xohlamayman, naqd olaman deydi. Bunda ham belgilangan tartiblar bor. Qaysi hududda qanday tartib ishlayotgani bank, pensiya jamg'armasi yoki mahalla orqali aniqlash kerak. Muhimi, pensioner pulni olganini tasdiqlovchi hujjat. Kvitansiya yoki elektron qayd bo'lishi lozim. Qo'lga berdim, guvoh bor degan eski usul hozir hamma joyda ham yetarli emas. 5-chi nozik jihat pensionerning roziligi. Keksa odam ha mayli deb aytgani bilan u nimaga rozilik berayotganini tushunish kerak. Agar u kartasini berib qo'ysa, lekin qancha pul yechilayotganini bilmasa, bu sog'lom moliyaviy munosabat emas. Men farzandlarga ham aytaman. Ota-onangizning pensiyasini ishlatayotgan bo'lsangiz, hammasini ochiq qiling. Har oy qancha tushdi, qancha dori olindi, qancha kommunalga ketdi, qancha qo'lda qoldi. Buni yozib boring. Bu ishonchni saqlaydi. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensionerning hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qiladimi? Familiya, ism, tug'ilgan sana to'g'rimi? Yashash manzili mosmi? Bankdagi ma'lumotlar bilan bir xilmi? Agar xatolik bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga, mahallaga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilib tuzating. Ikkinchi qadam, pensiya qayerga tushayotganini aniqlang. Bank kartasigami? Naqd shaklidami? Pochta orqali yoki boshqa tartibdami? Har oy qancha summa tushishini yozib boring. Masalan, pensioner 2 million 100 ming so'm olsa, shu summa to'liq tushyaptimi? Ushlab qolish bormi? Kredit yoki qarzdorlik sabab yechib olinmayaptimi? Bularni tekshirish kerak. 3-chi qadam, karta kimda ekanini aniqlang. Agar karta pensionerning o'zida bo'lsa, yaxshi. Agar boshqa odamda bo'lsa, nima uchun boshqa odamda? Pensioner bunga rozimi, ishonchnoma bormi? Pul qanday sarflanyapti? Bularni ochiq gaplashing. Men maslahat beraman. Oilada bu mavzuni janjal bilan emas, tartib bilan muhokama qiling. Sizga ishonmaymiz demang. Hammani himoya qilish uchun hujjatni to'g'rilaylik deyin. 4-chi qadam, agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchnoma masalasini hal qiling. Buning uchun odatda pasport yoki ID karta ishonch bildiruvchi shaxsning hujjati. Vakil bo'ladigan odamning hujjat ma'lumotlari kerak bo'ladi. Notariusga murojaat qilinadi. Agar pensioner uyidan chiqa olmasa, ayrim holatlarda notariusni uyga chaqirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Buni hududingizdagi notarial idoradan aniqlang. 5-chi qadam, bankka borib ma'lumotlarni yangilang. Telefon raqami eskirgan bo'lsa, almashtiring, SMS xabarini ulang. Agar mobil ilova ishlatilsa, parolni xavfsiz saqlang. Hech qachon pin kodni qog'ozga yozib, kartaning yoniga qo'ymang. Bu juda ko'p uchraydigan xato. Karta yo'qolsa, pul ham ketadi. 6-chi qadam, agar pensiya to'lov to'xtab qolsa yoki kechiksa, darhol aniqlashtiring. Avval bankdan so'rang, hisob faolmi, karta bloklanmaganmi, mablag' tushganmi? Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Hujjatlarda muammo bormi? Qayta tekshiruv kerakmi? Ariza talab qilinadimi? Murojaat qilganda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi rekvizitlari, telefon raqami va zarur bo'lsa ishonchnoma nusxasini olib boring. 7-chi qadam. Agar pensionerning pulidan kimdir ruxsatsiz foydalangan bo'lsa, jim turmang. Avval bankdan hisob ko'chirmasini oling. Qaysi sanada qancha pul yechilganini aniqlang. Keyin oilada gaplashib ko'ring. Agar masala hal bo'lmasa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yoki yuridik maslahatga murojaat qiling. Keksa insonning pensiyasi uning shaxsiy mulki. Uni baribir oilaniki deb qarash noto'g'ri. 8-chi qadam, pensionerning o'ziga tushuntiring. Ko'p keksalarimiz bolam biladi, men tushunmayman. Pulni o'zi olib keladi deb qo'ya qoladi. Lekin men ekspert sifatida aytaman. Pensioner kamida 3 narsani bilishi kerak. Birinchisi, har oy qancha pensiya olishini. Ikkinchisi, kartasi kimda ekanini. Uchinchisi, pul qayerga sarflanayotganini. Shu 3 narsa nazoratda bo'lsa, ko'p muammolarning oldi olinadi. Tasavvur qiling, 66 yoshli ayol 1 million 600 ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Qo'shnisi har oy bankomatdan pul yechib beradi. Bir necha oy yaxshi bo'ladi, keyin ayol pul kamayib qolayotganini sezadi. Bankdan ko'chirma olsa, har oy
300 ming, 400 ming so'mdan qo'shimcha yechimlar bor. Qo'shni siz aytgansiz deydi, ayol esa eslamaydi. Agar boshdan ishonchnoma yozma hisob-kitob, SMS nazorat bo'lganida bunday nizo chiqmasdi. Yana bir vaziyat 7 yoshli ota farzandiga kartasini beradi. Farzand otasining roziligi bilan kommunal to'lovlarni to'laydi, doğru oladi. Har oy daftarga yozadi. Pensiya tushdi 2 million 300 ming so'm, doğru dartimaqtir ming, elektr 20 ming, gaz saqimisi ming, oziq ovqat 900 ming, qo'lda qoldi 7 ming. Ota hammasini biladi. Mana bu to'g'ri yondashuv. Bu yerda ishonch ham bor, tartib ham bor, kelajakda savol tug'ilsa hisob ham bor. Yana bir misol. Pensioner boshqa davlatga farzandnikiga 3 oyga ketdi. Kartasi kelinda qoldi. Pensiya tushaverdi, kelin pulni yechib turdi. Pensioner qaytib kelgach, "Men pulni olmaganman" dedi. Oilada nizo chiqdi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l oldindan ishonchnoma qilish yoki pensionerning o'zi masofadan nazorat qila oladigan tartib o'rnatish edi. Chunki oila ichida degan gap huquqiy muammoni yo'q qilmaydi. Birinchi xato. Karta oilaniki deb o'ylash. Yo'q, karta egasiniki. Pensiya ham pensionerniki. Farzand yordam berishi mumkin, lekin pul egasi pensioner bo'lib qoladi. Ikkinchi xato. PIN kodni hammaga aytish. Bu xavfsizlikni butunlay yo'qqa chiqaradi. PIN kodni bilgan odam pul yesa, keyin uni isbotlash qiyin bo'ladi. Uchinchi xato. Ishonchnomasiz ish qilish. Bugun muammo bo'lmasligi mumkin, lekin ertaga bank, pensiya organi yoki oilaviy nizo paytida aynan shu hujjat so'raladi. To'rtinchi xato. Pensionerning holatini hisobga olmaslik. Agar odam eshitishi yomon, ko'rishi past, o'qiy olmaydi yoki tushunishga qiynalsa, unga hujjatlarni shoshiltirib imzolatish mumkin emas. Har bir narsani tushuntirish kerak. Beshinchi xato. Rasmiy manbani tekshirmaslik. Internetda qo'rqituvchi xabarlar ko'p. Iyuldan hamma pensionerga taqiq. Pensiya berilmaydi, kartalar yopiladi kabi gaplarni eshitsangiz darhol vahima qilmang. Pensiya jamg'armasi, bank, davlat xizmatlari markazi yoki mahalla orqali aniqlashtiring. Men doim aytaman, rasmiy ma'lumot bo'lmasa qaror qabul qilmang. Demak, 1 iyuldan 6 yoshdan oshgan pensionerlar uchun eng muhim masala shuki, pensiya pulidan foydalanish tartibli, shaffof va qonuniy bo'lishi kerak. Bu hammani jazolash uchun emas, pensionerlarning o'z pulini himoya qilish uchun zarur. Agar hujjatlar joyida bo'lsa, karta egasida bo'lsa, pul nazoratda bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Agar pensiyani boshqa odam olib bersa, ishonchnoma. Hisob-kitob va rozilik masalasini albatta tartibga soling. Men sizdan iltimos qilaman, bugunoq ota-onangiz, bobo-buvingiz yoki yaqin pensioner qarindoshingizning hujjatlarini, kartasini, telefon raqamini va pensiya tushumini tekshirib qo'ying. Bir kunlik e'tibor keyinchalik oylar davom etadigan muammoning oldini oladi. Sizningcha pensionerlarning kartasidan farzandlari foydalanishi to'g'rimi yoki faqat rasmiy ishonchnoma bilan bo'lishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring.